Bolalik inson hayotidagi eng beg'ubor va unutilmas davr. Aynan shu davrda farzandlarning bilim olishga bo'lgan qiziqishi shakllanadi. Ilk orzu maqsadlari paydo bo'ladi. Maktabgacha ta'lim tizimida tashkil etilayotgan ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar esa bolajonlarni yangi bosqich, maktab hayotiga tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Navbatdagi lavhamizda maktab ostonasiga qadam qo'yishga hozirlik ko'rayotgan tarbiyalanuvchilar uchun tashkil etilgan tadbir haqida so'z boradi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'tkazilayotgan bitiruv tadbirlari bolalarning bog'cha hayotidagi eng quvonchli va hayajonli kunlardan biri sanaladi. Bunday tadbirlar nafaqat kichkintoylarning erishgan yutuqlarini namoyish etadi, balki ularni maktab hayotiga ruhiy va ma'naviy jihatdan tayyorlashga xizmat qiladi. O'rta Chirchiq tumanining Qaytmas mahallasidagi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotida ham Xayr bog'cha Salom maktab nomli bayram tadbiri yuqori kayfiyatda bo'lib o'tdi. Muassasada tarbiyalanayotgan 60 nafar jajji o'g'il-qizning tayyorlov guruhlari ishtirokida tashkil etilgan tadbirda bolajonlar o'z iste'dod va mahoratini namoyon etdilar. Ular tomonidan ona vatan, tinch va farovon hayot, baxtli bolalikni madh etuvchi she'rlar aytildi. Kuy-qo'shiqlar ijro etilib, milliy va zamonaviy raqslar namoyish qilindi. Tadbir davomida tarbiyalanuvchilarning yil davomida olgan bilim va ko'nikmalari, sahna madaniyati hamda ijodiy qobiliyatlari yaqqol ko'zga tashlandi. Ta'kidlanganidek, joriy yilda tayyorlov guruhlarida tarbiyalangan bolajonlar maktab ostonasiga qadam qo'yadi. Muassasada ularning savodxonligini oshirish, xorijiy tillarni o'rganishi hamda har tomonlama rivojlanishi uchun zarur sharoitlar yaratilgan. Turli yo'nalishlardagi to'garaklar orqali bolalar maktab ta'limiga puxta tayyorlandi. Mazkur tadbir esa nafaqat bog'cha bilan xayrlashuv, balki kichkintoylarning bilim va ziyo sari ilk qadamlarini tantanali tarzda kuzatishga bag'ishlangan unutilmas bayramga aylandi.